qoldirish uchun otimiz qo'yda yuvoshtirib bemalol. Mana bu yerda o'smasi bor mana. Operator yaqinlashtiring. Mana bu yondan ko'rsating, mana o'smasi bilinyapti. Mana o'smasi. Mana shuni kesib olib tashlash kerak. Nafas yo'lini yaxshilaydi. Buni yosh katta bo'lganda olsa otda fel chiqaradi. Yosh paytida olsa esdan chiqib ketadi. Mana shu yerdan. Mana qarang. Ko'rindimi? Buni og'riqni sezmasligi uchun yana qo'shimchasiga lidokain qilyapmiz. Shu joyini muzlatib turadi. Ko'pchilik pryamoy o'zini qiladi, u og'riq qoldirish usuliga ishonib. Unaqa qilmaylar, ilojini boricha lidokain muzlatib olib turib qilsangiz, otga ozor yetmaydi. Yengil hazm bo'ladi. Xudo xolasa olingandan keyin bir kunda xudo xolasa yaxshi bo'lib qoladi bu. Unaqa strashni uzoq nima bo'lmaydi. Mana bu yog'ini ham qarang, mana o'sib yotibdi, ko'ryapsizmi? Pay o'sib ketadi, o'sib qaytilib, nafas yo'lini qisadi bu. Chopganda. Teri ostiga blagada qilib lidokain qo'yib olamiz, muzlatib kesganimiz bilmaslik uchun. Allohning fazli bilan. Endi pensilinda qonlarni to'xtatib, yarasi yaxshi bitish uchun qilib qo'yamiz. Xudo xolasa mana. Yengil xirurgik operatsiyamiz yaxshi o'tdi. Qo'llab-quvvatlab turasizlar, kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Sizlarga shunaqa manfaatli videolar chiqarishda davom etamiz. Hammaga rahmat.